Assalomu alaykum barchaga. Yurtboshimiz shaxsan o'zlari Alloh rozi bo'lsin Shavkat Miromonovich Ibrohim hoji otaga haj safarini yo'llanma qilib jo'natibdilar. Video davomida ko'rib, like, podpiska qilib bosib qo'yamiz. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldim. O'zbekistonda yoshi eng ulug', eng katta desa ham bo'ladi. Ibrohim hoji otadan boshqasini bilmayman, lekin Namanganlik otamiz. Xabar bilan kelib turibman. Prezident sizni hajga jo'natyaptilar. Sizni, Afzalxonni, Hasan hoji akani, uchalariga prezident o'zlari yo'llanma berdilar. O'zlarining hisoblaridan alohida samolyotda Toshkentdan jo'natadilar, xudo xolasa. 5 kundan keyin. Tabriklaymiz. Mana o'qib beraman opodda. Hurmatli Xo'jayev Ibrohimjon ota, sizga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish hamda mehr-oqibat tamoyillarini mustahkamlash qaror toptirish yo'lida amalga oshirayotgan ezgu islohotlarning amaliy ifodasi sifatida 2026-yil haj safariga yo'llanma taqdim etiladi. Alloh taolo sizni prezident hojisi sifatida qiladigan haj amallaringizni dargohida qabul aylasin. Safaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Haj yo'llanmasi muborak bo'lsin. Prezidentimiz duo qiling. Umlarim olur. Onlarım balam. Bunlardan olur. Onlara. Şöyle olmayan onlar gönlümüz onların. Halkından bundan yollar. Narvan. Halkından muayyen. Konuşuyorlar. Dünyadan bitmeyin. Olmayan bitme. Konuşuyorlar onları. Hamdan ne kadar olandan. Olma. Ne olur. Bunlar olmayan onlar. Bitmeyin. Dünyada konuşuyorlar. Bitmeyin. Olmayan zamlarga, oğullarımla yollarga varıyorum.